Bungacha fuqarolarni adolat izlab prezident devoniga borishga majbur qilasizlar. Bilib qo'yinglar, endi prezident nomiga yozilgan har bir murojaat belgilangan tartibda sinchiklab, atroflicha, qonuniy asosda o'rganib chiqiladi. Assalomu alaykum. Meni tomosha qilib turgan aziz birodarlar. Men Hasanov Shokir Shukurlayevich 1965-yil 4-iyulda mana shu manzil makonda tavallud topganman. Bugungi murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat aka Mirziyoyev sizga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Bosh vazir Abdulla aka Oripov sizga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Maqsud Murodovich sizga. 1992-yil shu paytda ham o'zim keltirganman, qishlog'imizga tabiiy gaz kelgan edi. Xalqimizni o'sha paytda quvonganligini umuman ta'riflab bo'lmaydi. Oradan yillar o'tib biz mana bu yangi mahallaga ko'chib chiqdik. Yangi mahallaga gaz keltirishni ham o'z zimmamga oldim va uni muvaffaqiyat bilan ado etdim. 2001-yilda mana shu ko'chamizga ham 3 kilometr 800 metr oralig'ida gaz keldi. Jami bizda kelgan qishlog'imizga keltirilgan gaz 1992-yilda 28 kilometr keltirilgan edi. 2001-yilda 3 kilometr 4 kilometrlik 32 kilometr gaz qishlog'imizga tortilgan. Lekin bizning quvonchimiz uzoqqa cho'zilmadi. Taxminan 2010-yillarga kelib qishloqdagi gaz o'z-o'zidan kelmay qo'ydi. Qishlog'imga kelgan navbatdagi kelishlarimni birida qarasam, ahvol nihoyatda achinarli. Chunki qishlog'imizda nihoyatda uddaburonlik bilan talaganlar. Ha, talaganlar. Har xo'jalikdan 90 ming so'mdan pul yig'ib olingan. Islom Karimov buyruqlari bilan menga Ismoil Jo'rabekov tomonidan 830 metr 130 diametrlik truba berilgan edi. Keyin biz boshqa firmani topganimizdan bu truba katta leyla keltirishiga umid qilinib qoldirildi. Bu o'sha paytdagi kolxoz garajda qolib ketdi. 2014-yilga kelgan paytda ne ko'z bilan ko'rayki 90 ming so'mdan pul terilgan har xo'jalikdan, undan tashqari 830 metr turba ham sotilgan va puliga plastmas turba olamiz deganlar, nima qilganlar, xullas bu tashkilotchilarga ayon bu turba ham yo'qotilgan. Keyin vaziyatga qishlog'im baribir mehr tortadi. Men Rossiyada ko'proq tirikchilik qilaman. Qishlog'im uchun yana maydonga kirdim. Borib to'xtab, Botir Ziyoyev, agar adashib xotiralarim aldamayotgan bo'lsa, G'ijduvon tumanining o'sha paytdagi hokimi Botir Ziyoyev qabullariga bordim. Men paxta yig'im terimini eshitgan edim, pilla yig'im terimini eshitgan edim, g'alla yig'im terimini eshitgan edim. Hokim bobo, muborak bo'lsin, yangi mavsum boshlabsizlar. Bu bir kunda qancha bo'lyapti yig'ib olgan pullaringiz? Mavsum boshdan buyon yig'ib olgan pullaringiz qancha bo'ldi? O'sha paytda qishlog'imizni 2014-yilga kelib qishlog'imizga yana yangi soliq solindi. Jon boshiga 50 ming so'mdan. Baytim 50 ming so'mdan mana yangi soliq solibsizlar. Bu shuncha pulni qayerga ishlatdingizlar? Har xo'jalikdan 90 ming so'mdan pul yig'ib olgansiz. Qayerga ishlatildi bu pul? 830 metr turba qayerga ketdi? Ha, Erbek degan qanaqadir asetin bor ekan, firmachi ekan, buni firmasiga ko'chirilganmish, bu pulni olib qochib ketganmish. Hokim bobo, pul asetinga berilmagan, pul sizga berilgan. Marhamat qiling, pulni topinglar. deb men bularni qistovga olganimdan keyin bular menga yon berishga majbur bo'ldilar. Yon berish bahonasida meni aldab chuv tushirganlar. Chuv tushganim ma'nosi men bilmayman, non nima, nun nima, men hali farqiga bormayman. Qolaversa men tirikchiligim ko'proq Rossiyada o'tyapti, men bu yerdagi sharoitni ko'proq tushunmayman.
Lekin shunga qaramasdan mana bu ko'rib turgan, eshitib turgan haqiqatga men aytdim. Qani endi jon boshidan har xo'jalikdan terilgan 90 ming so'mdan pulni olib asetin qo'shib ketar ekan, yana jon boshidan 50 ming so'mdan pul yig'ib, yana unga orqasidan jo'natasizlar. Nima qarasiz? Keyin meni olib keldilar, domlo, iltimos. Menga aytdilar, siz nima ish qilasiz? Men bilan borgan odamlar aytdi, bu o'qituvchi, bu jurnalist degandan keyin u odam men bilan hisoblashishga majbur bo'ldi. Olib keldilar. Tuman hokimiyatiga qaytib meni chaqirib bordilar. Sizdan iltimos, gaz yo'q. Gaz keltirib bera olmaymiz. Keling, siz bir narsaga rozi bo'ling. Nima? Suyultirilgan ballonli gaz beramiz dedilar. Xalqimni ham ko'pchiligi shu narsani ma'qulladi o'sha paytda. Men nima qildim? Rostgo'y qishlog'ini ham, yana Rostgo'y mahallasini ham, yana menga Baqqollar mahallasini ham menga qo'shib berdilar. Ikkita mahallani rasmiylashtirib, etib hujjatlarini topshirdim. Ikki mahallaga suyultirilgan ballonli gaz beriladigan bo'ldi. Bu 2014-yilda bo'ldi. Oradan yillar o'tib xalqimiz mana o'sha paytda bitilgan shartnomani muddatini o'tab bo'lyapti. Endi xalqimiz tushunib yetdiki, bizga tabiiy gaz kerak. Ballonli gaz bizni ehtiyojimizni qanoatlantira olmaydi. Yana men yalang'och bo'lib xalq menga iltimos qilib kelganda, Shokir, sen bir paytda keltirgan eding 92-yilda, bir paytda keltirgan eding 2001-yilda, bir paytda keltirgan eding 2014-yilda, iltimos sen chiq. Sen mana men o'z xizmatga chiqib turibman. Xo'sh, savol davomini siz berishingiz mumkin. Keyingi ishlaring qanday bo'lyapti? Sening maqsading nima? Meni maqsadim 2018-yilda qishlog'imiz obod mahalla dasturiga kiritilibdi. Men buni faqat olqishlayman. 2019-yilga kelib hali hech ish qilinmagan holatda qishloqqa shahar tipidagi posyolka maqomi berilibdi. Va shu yillarda qishlog'imiz asfalt qilibdi ko'chalarini, ichki ko'chalarini faqat. Tashqi ko'chalari haligida aytilganda, hali ular alohida tema. Ichki ko'chalarini asfalt qilibdi. Bor yo'q bo'lgan gap shu va toza ichimlik suvi keltirilibdi. Buni evaziga bularning solig'i oshirilibdi. Qiziq. Bizda o'z shaxsiy mablag'idan qilingan asfalt uchun davlat soliq olayapti. Oshirilgan nima? Shahar tipidagi posyolka maqomi uchun. Meni qiziqtiradi. Qaysi shaharda ko'rgansiz aholini tezak yoqqanini? Bizni xonadonlarimizni tezak isityapti. Shavkat aka, Abdulla aka, Maqsud Murodovich, bizni xonadonlarimizni tezak isityapti. Qaysi shaharda bunaqangi ahvol bor? Chunki biz ham shahar tipidagimiz. Demak, biz shahar bo'lishimiz kerak. Bizni qishlog'imizda xalq bolalari yarmisi 3 ta, 4 ta xonadoni bor G'ishtiga o'qishga boradi, yarmisi 130 ta xonadoni bor Qo'rg'on qishlog'iga o'qishga boradi. Avvalgi til bilan aytgan, hozir bilmayman qanday nomlangan bular. Avvalgi til bilan aytganda G'ishtidagisi Lenin nomli o'rta maktab, Qo'rg'ondagisi Alisher Navoiy nomli o'rta maktab. Mana shu ikkita maktabga o'qishga boradi bolajonlar. Endi bu adolatdanmi? Bu qishloqda bolalar bog'chasi bo'lmasa, bu qishloqda suv sport inshootlari bo'lmasa, cho'milish suv havzasi bo'lmasa, qanaqasiga bu qishloq shahar tipidagi maqomini oladi? Nima bu pul ishlashni yangi usulimi? Xo'p, soliq olyapsizlar, marhamat qiling, xalqning sharoitini yaxshilab bering. Xalq uyida tezak yo'qyapti, xalq uyida chalma yo'qyapti. Marhamat ko'ring, tomosha qiling. Ana bunisi tezak, ana bunisi chalma. Tomosha qilinglar. Ikkinchisi, bu qishloqda quvurlari turibdi. Quvurlari. Mana bitta, ana bu yerda yana ko'rsatamiz, ikkita gerbilari bilan hatto mana sharoitni ko'rsatyapman. Bu tasvirlarga tushirilgan sharoitni ko'rsatamiz.
tayyor quvurlarda gazi bo'lmagan qishloqda qanday qilib shahar deb atash mumkin? Takrorlayman savolimni. Shavkat aka, Abdulla aka, Maqsud Murodovich, savolim qanday qilib quvurida gazi yo'q, arig'ida suvi yo'q qishloqni shahar deb atashimiz mumkin? Tomorqalar qanday sug'orilyapti deysizmi? Javob beraman. Tomorqalar bir paytda ichadigan suvni sotib olib kelardik. Rahmat, hozir toza ichimlik suvi ketdi. İchadigan suvni sotib olib kelardik. Ana o'sha suvni bugun ham sotib olib kelyapmiz. Faqat tomorqalarni sug'orish uchun. Mashinada suv keltirib tomorqalarni sug'orib turibdi xalqimiz. Qanday qilib bu ahvolda bu qishloqqa shahar maqomini berishlaringiz mumkin? Bu faqat pul uchunmi? Adolat uchun? Men tushuna olmayapman. Iltimos, xalqqa yordam beringlar. Bu narsani men tushuna olmayapman. Sizlar loqalmagan tushuntiringlar. Ikkinchi, bir paytlar, bir zamonlar Amir Said Olimxon yoqalab kelgan Pirmast arig'i. Bu qishloq boshqa qishloqda qayerda qanaqa bo'lgan bilmadim. Lekin bu qishloqda bir zamonlar hatto men yosh bola ekanligimda ko'rganman shuni. Shu biz hali esimizni tanigan paytlarimizgacha bor edi. 3 ta daryo oqar edi bu qishloqda. Zarafshon, bugun Qurbaqa soy bo'lib qolgan. Hirqont, Qalqonrot derdik biza. Hirqont va Pirmast 3 ta daryo oqar edi qishlog'imizdan. Sho'rolar davrida 3 ta daryo uchalasi ham bir tekisda quritildi. Yo'q bugun. Qani, ana endi bugungi kunda shulardan qolgan bitta yagona jilg'amiz bor edi. Uni Qavali deb nomlabdilar. Kim qanaqa nomlaganidan qat'iy nazar bu ariq men uchun Pirmast arig'i bo'lib qoladi. Chunki men bunda cho'milib katta bo'lganman. Endi mana shu Pirmast arig'i butunlay bitib bo'lgan. Ahvoli men murojaatni boshlaganimdan keyin G'ijduvon tumanining sobiq hokimi Sherzod Ashurov bilib qoldiki, menda ikkinchi fuqaroligim bor. Ichki ishlarga buyruq berdi, meni bu yerdan quvib chiqarish. Axir bo'lmagandan keyin men O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasiga murojaat yo'lladim. Iltimos, meni yurgani qo'ymayaptilar. Iltimos menga yordam beringlar deganimdan keyin ular meni chaqirib 14-noyabr kuni shaxsan viloyat ichki ishlar boshqarmasida bo'ldim. Chaqirib, "Sening 10 ta pasporting bo'lsa ham, sen tashqarida qanaqangi qilsang, u pasportlaring bilan ishlayver. Lekin O'zbekiston chegarasida sen faqat O'zbekiston pasporti bilan harakatlanasan" degan gapni aytishdi. Va shu vaqtda qog'oz ham berishdi. Keyin va ularga viloyat G'ijduvon tuman ichki ishlar boshqarmasiga alohida ogohlantirib tushuntirishim borildiki, 10 ta pasporti bo'lsa ham bu shu yerda to'g'ri bitta fuqarosi, bu haqli O'zbekiston pasporti bilan haqiqatan men 20-avgustda uchib keldim. Shundan keyin men kelib bu yerda 2 pasportimni ham yangiladim. Ham xorijga chiqish pasportini oldim. Ham ID karta oldim. Men 29-oktyabr kuni Toshkentga ketdim. 28-oktyabr kuni meni mahalla noziri Laziz, familiyasini bilmadim shu ketdi. Laziz telefon qilyapti. Siz qayerdasiz? Men Buxorodaman. Tez yetib keling. Siz bilan biz ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i gaplashmoqchi. Men yetib keldim G'ijduvonga. Men aytdim, qayerga borayman? G'ijduvonda turibman. Bo'lmasa to'xtab turing, o'sha yerga keldi, meni ichki ishlarga olib keldi. Ha, nima gap? Meni ogohlantiryaptilar 202, 204. Nima qilish? Miting qilmaysiz, norozilik bildirmaysiz, qayerga borsangiz bir o'zim. Yaxshi. Toshkentga bormaysiz. Toshkentga boraman og'aylar. Men o'ldirsangiz ham boraman. 28-kun kechasi chiqdim. Yo'lga 29-kun men Toshkentga borsam, Jamshid G'ijduvon tuman ichki ishlar boshqarmasida pasport stolining boshlig'i. Sen kimdan so'rab Toshkentga bording? Seni kecha ogohlantirgan edik. Kechirasiz Jamshidjon. Siz mendan ko'plab kichkina bo'lsangiz kerak, men sizga bitta chiroyli gapni aytay. Go'radan tirilib kelsa otasidan ruxsat so'ramagan Shokirali kelib sizdan ruxsat so'raydi Toshkentga borishga. Va kecha ham savolingizga javob berdim. O'ldirsangiz ham Toshkentga boraman dedim. Va keldim. Sen pasportni menga keltirib ber.
Sana haqqing yo'q bu yerda yurishga. Yo'q, nima? Pasportni keltirib ber. Shundan keyin men qaytadan virtual qabulxonaga yana murojaat qildim. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining ishonch telefoniga yana murojaat qildim. O'z-o'zidan G'ijduvon tuman ichki ishlar boshqarmasiga jiddiy ogohlantirish berildi-ki, 10 ta pasporti bo'lsa ham O'zbekiston chegarasida bu O'zbekiston pasporti bilan harakatlanishga haqli. Haqiqat bu narsa haqiqat, buni men tan olaman. Mana masalan, oddiy bir misol. Men bankdan borib Rossiya pasporti bilan kredit ola olmayman. Oddiy bir misol. Yoki men davolanishga borsam poliklinikaga Rossiya pasportini ko'rsata olmayman. Men bu uchun o'zimning pasportim bor. Men ikki pasportim ham qolaversa Jamshidni o'zi yangilab berdi. Ha, men bilmagan edim. Yo'q, men ayolimni 28-yilda aytayapti, yangani yubordingiz bu deb. Men ayolim rus ekanligini bilibsan. Men ayolimni yuborganimni bilibsan. Qanday buni sen bilmaysan? Bu narsalar o'tdi, bu narsaga chek qo'ydik. Endi suv mavzusiga qaytamiz. Bordim suv mavzusida mana buni alohida olasizmi? Mana bu G'ijduvon tuman hokimini, mana bu suv xo'jaligidan kelgan o'g'aylarni tuzib ketgan dalolatnomalari. Mana bu yerda yozilgan. Xorijda ekanligi sababli uni topish imkoni bo'lmadi. Ariq beton qilingan, suv oqib yotibdi. Kelib uyimga kelib shu dalolatnomani tuzib ketibdilar. Xorining nonga to'ymadirlar. Bunga hamma bilan mahalla raisi Hamza Niyozov imzo chekkan. Mana imzosi. Marhamat. Mana yana bir ikkinchi dalolatnomasi. Buni ham O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovichga jo'natyaptilar buni. Men xorijda emishman, meni topish iloji bo'lmagan emish. Marhamat. Mana Ashurovni bergan narsasi ariq beton qilingan emish. Arizachi hamma ishni qilib Rossiyada qochib yurgan emish. Suv oqayotgan emish, yerlar sug'orilgan. Yana murojaatimda nihoyasida men Shavkat aka sizga, Abdulla aka Orif sizga, Maqsud Murodovich sizga yana yuzlanamanda, yana men savollarimga sizlardan javob kutib qolaman. Iltimos, xalqqa yordam bering. Xalqni mushkulini oson qilishning o'rniga xalqqa yolg'onda kam yaxshilangan formatdagi martabani beribsizlarda, bu xalqdan oshirilgan miqdorda soliq olyapsiz. Quvurlarimizga gaz bering, arig'imizga suv bering. Marhamat, agar yana nima xohlaysan deydigan bo'lsa, yana aytaman. 749 ta xonadoni bor. G'ijduvon tumanidagi eng katta qishloq, hatto O'zbekiston Respublikasidagi eng katta qishloqlar sirasiga kiradigan Rostko'y qishlog'imizga mayli maktab qurib bering. Mayli bolalar bog'chasi, loqal bir dona bo'lsa-da, bolalar bog'chasi yo'q. Bolalar bog'chasi qurib bering. Sport inshootlari, masalan, cho'milish suv havzasi. Keling, shu ariqlarda toza suv oqsin yoki Zarafshon daryosiga suv beringlar. Sherlarda cho'milamiz. Lekin bizni bolalar ham xohlaydi futbol o'ynashni, voleybol o'ynashni. Bizni bolalar ham xohlaydi. Bizni bolalar ham hammasi qo'polroq qilib aytadigan bo'lsam, sunnat qilingan. Bular ham vatanim degan sharafni ko'klarga ko'tarishni xohlaydi. Qani bu yerda sport to'garaklari, masalan, boks yoki sambo yoki taekvondo to'garaklari bormi? Bizda yo'q. Yoki badiiy havaskorlik to'garagi bormi? Bizda yo'q. Yoki shaxmat shashka klubi bormi? Bizda yo'q. Demak, qaysi asosga ko'ra bizning xalqimiz oshirilgan miqyosda soliq to'lash kerak, shahar tipidagi posyolka solig'ini to'lash kerak. Qaysi asosga ko'ra? Suv masalasida bular Shavkat aka sizga, Abdulla aka sizga, Maqsud Murodovich sizga yolg'on ma'lumotlarni berganlar. Men 3-noyabrda qaytib kelyapman. Men aytdim ularga, yo'q, men O'zbekistonda, ular prezident ishonch telefonidan telefon bo'ldi. Men uydaman dedim. Yaxshi. 4-da keldi, bular uchrashdik.
Borib suvni boshiga bordik, holatni ko'rdik. Bular oradan necha kundir o'tib kelib ariqda kovlabdilar. Ariqda kovlangandan keyingi holati kanaldan ariqqa suv o'tadigan g'ulvadan 1 metr tepalikda. Ya'ni bular hashar qilgandan keyingi holat. Borib bu narsalarni ko'rdim, alohida suratga tushirdim. U yerda hozir hashar qilish iloji yo'q. U yerda qayta ta'mirlash va ariqda yana 15 kundan keyin shu ahvolga qaytmasligini oldini olish maqsadida ariqda to'la to'kis beton qilish kerak xolos. Boshqa hech narsa ariqqa yordam bera olmaydi. Iltimos, Shavkat aka yana bir bora sizga yuzlanaman. Ariqda beton qilinishiga 2017-yilda G'ijduvon tumani sobiq hokimi Murodjon aka Umarov menga o'z imzolari bilan ariq qayta ta'mirlanib beton qilib beriladi degan qog'oz xat jo'natgan edilar. Menglaboyev qishloq va suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari imzosi bilan menga 2017-yilda xatimga javob berilgan edi. Qishloqda G'ijduvon tuman hokimi beton qilib berishni o'z zimmasiga oldi deb. 2025-yilda men kelyapman Rossiyadan qog'ozlarni qidirib topyapman. Afsuski bu qog'ozlar eskirib ketgan ekan, foydalanishga umuman yaroqsiz. Men uni tashlab chiqib ketdim. Bu yerda yozilyapti, ariq beton qilib berilgan. Tuman hokimligini bu yolg'onlari umuman tugamayapti. Mana xorijda yuribdi deyaptilar, ariq beton qilib berilgan deyaptilar. Iltimos, ariq beton qilingan emas, ariq hatto hashar qilingan emas. Keyin mana menga qishloq suv xo'jaligi vazirligidan mana qog'oz berilgan. Bu qog'ozda ham yozilgan, open byudjet hisobidan qilib beriladi. Qachon qilib berishi tushuntirildi deb. Mana oldimga kelib hech kim aytgan yo'q, ariqning beton qilib beriladi. Iltimos, yolg'onlarga chek qo'yaylik, Shavkat aka yordam bering, Abdulla aka yordam bering, Maqsud Murodovich yordam bering, yolg'onlarga chek qo'yaylik. Hech kim menga tushuntirgan emas. Keldilar bir marta o'sha mahalla raisi bilan birga hammasini jam qilib, suvni boshiga olib bordim. Bu yerda arada hashar qilamiz degan qarorga kelishib ketdilar. Shu gapga ham 15 kun bo'lyapti. Hashar 1 metr ham qilingan emas. Ya'ni ikkinchi ariq hashar qilingan bilan falokatdan qutula olmaydi. Sababi ariq hozir hashar qilingan holatida suv o'tadigan g'ulvadan 1 metr tepalikda turibdi. Buni pastga tushirib, g'ulvaga muvozanatdan tenglashtirishimiz kerak, keyin hashardi. Lekin bu uchun u yerda 100 mashinadan ziyod tuproq chiqadi. Kistasdan pul berib ko'chasini asfalt qildirgan Roskoylik u ariqdan chiqqan axlatni beton ustiga tashagan, asfalt ustiga tashashiga norozi. Shu uchun iltimos sizdan ariq to'la to'kis qanaqadir bir firma bordir, qanaqadir bir qurilish tashkilotlari bordir. Iltimos shunga xatlab beringlar. Hashar baribir qilinadi. Oldin hashar qilinadi, keyin beton qilinadi. Oldin hashar qilinib, keyin beton qilinsin. Bizda vaziyat shunchalikgacha borib yetganki, ariqda ichida hatto odamlarimiz bir xil insofi gullab ketgan odamlarimiz qo'pol bo'lsa-da ariqda ichiga daraxt qurgan. Ariqda ichiga daraxt qurgan, insofi gullab ketgan odamlarimiz baraka topishkurlar. Shu uchun iltimos xalqqa yordam bering. Mani gaplarim shulardan iborat edi. E'tiborlar uchun katta rahmat.